Assalomu alaykum. Bugungi darsimizga xush kelibsizlar. Demak, bugungi darsimizda biz sizlar bilan yaqin kunlarda chiqqan yangilikka bir nazar tashlaymiz. Bu yangilik endi Visual Studio Code editorida Google Colab'dagi GPU, CPU lardan bemalol foydalansa bo'ladi degan yangilik bo'ladi. Ya'ni bu yaxshi yangilik bo'ldi. Asosan data scientist va sun'iy intellekt muhandislarga aloqador bo'lgan yangilik. Google Colab'da o'zini demak o'zgacha tarafi deydigan bo'lsak, biz juda ko'p katta data setlar bilan ishlaganimizda bizga GPU, CPU hamda CPU lardan va katta hajmdagi RAM xotiralardan foydalanish kerak bo'ladi. Va odatda bizni o'zimizni ishlatayotgan kundalik laptop yoki bo'lmasam kompyuterlarimiz, notebooklarimiz bunday xarakteristikaga ega bo'lmaydi. Va buni osonlashtirish uchun Google Colab degan, demak, o'zini maxsus texnologiyasini ishlab chiqargan veb-sayt orqali kiriladi. Mana colab.research.google.com deydigan bo'lsak, mana shu yerda biz o'zimizni kodlarimizni yozib, 3 xil dasturlash tilida ularni run qilishimiz mumkin bo'ladi. Lekin biladigan bo'lsak, ko'p dasturchilar VS Code yoki PyCharmga o'xshagan maxsus IDE lardan foydalanishadi va ularga ko'nikishgan bo'ladi. Va Google Colab'da dastlabki holatda kod yozish biroz noqulaylik keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Misol uchun, siz faqatgina brauzerda yozasiz, editorda butun imkoniyatlardan siz foydalana olmaysiz. Mana bu Google Colab'da ish joyinasi. Bu yerda demak biz o'sha oldingi videomizda aytib o'tganimizda ham runtime'ni GPU ga, CPU ga o'zgartirishimiz mumkin yoki R dasturlashida yoki Julia dasturlashida yozishimiz mumkin bo'ladi. Lekin baribir biz qandaydir VS Code ga o'rganib qolgan bo'lamiz. Va mana shuni yangilik sifatida Google bundan bir hafta oldin adashmasam yoki 5-6 kun oldin chiqardi. Ya'ni endi Google Colab'da extensioni VS Code'da mavjud. Bu nima degani deydigan bo'lsak, endi biz Google Colab'dagi CPU, CPU xotiradan VS Code'da virtual ravishda foydalansak bo'ladi degani. O'zi mana shu dastlabki demak veb-saytiga ko'rsangiz ham aytayapti. Mana Colab extension Visual Studio Code'da turibdi deyapti. Endi bugungi demak nimamiz uchun, darsimiz uchun mana shuni ko'rib chiqamiz. Albatta buning uchun men Visual Studio Code'ni noldan o'rnatib oldim. Ya'ni hech qanaqa extension yo'q, bu toza versiya hisoblanadi. Va buni kelinglar ishlashni boshlaymiz mana shu bo'yicha. Demak, Application Center'dan Visual Studio Code'ni ochaman. Men yangi o'rnatdim buni. Open. Va mana bizni demak o'zimizni Visual Studio kodimiz. Endi buni kelinglar Google Colab bilan ishlash uchun buni birinchi sozlab olamiz. Albatta birinchi aytdik, Google Colab'dan foydalanish uchun bizga Colab extensioni kerak bo'ladi. Uni biz VS Code'dagi extensions bo'limiga o'tamiz va bu yerga demak Google Colab deb yozamiz. Va bu yerda ahamiyat beramiz. Mana bu birinchi bizda turgan demak extensionimiz. Bu demak google.com, ya'ni ofitsialniy verified belgisi bor. Mana shu tomonidan ishlab chiqarilgan va buni install qilib olishimiz kerak. Install qilyapmiz va bizda mana Google Colab'ni o'rnatish jarayoni ketyapti. Odatda internet yaxshi bo'lsa, bu jarayon tez bo'ladi. Mana bizda уже tugadi. Endi buni Colab'da ustanovka qilganingizda o'z-o'zidan biz Jupyter notebooklar bilan ishlaymiz va mana shu uchun Jupyter notebookda extension pack'i, ya'ni Jupyter notebookda qo'llab-quvvatlash uchun mana shu extensionlar ham o'rnatiladi bir yo'li. Endi siz mana extensionda o'rnatib oldingiz, to'g'rimi? Visual Studio Code'da foydalanishni bilasiz. Endi biz yangi ishchi muhitni demak yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun open folderda ezamiz va desktopda yangi papka yaratamiz. Misol uchun uning nomini source deymiz va uning ichiga yana bitta papka yaratamiz. Albatta siz xohlasangiz source o'zining ichiga yozing, xohlasangiz boshqa papka yarating, xohlasangiz boshqa demak direktoriyada yozishingiz mumkin. Bu endi sizga o'zingizga bog'liq, operatsion sistemangizga ham bog'liq.
Demak, misol uchun nomini AI deb qo'yamiz. Create qilib, uni open qilamiz. Demak, biz yangi project folder ochib oldik va bizda endi Google Colab'da GPU va CPU lardan foydalanish uchun nima qilishimiz kerak bo'ladi deydigan bo'lsak. Hop. Uning uchun birinchi o'rinda bitta Jupyter notebook yaratishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, uni nomini main.ipynb. Jupyter notebooklar asosan oxiri .ipynb, ya'ni Interactive Python Notebook shaklda tugaydi. Enterda ezamiz va bizda mana birinchi Jupyter notebookimiz yaraldi. Va endi mana bu qatorda ko'radigan bo'lsak, bu yerda qo'llab-quvvatlovchi ham mavjud hisoblanadi. Endi Google Colab'dagi GPU lardan foydalanish uchun biz avvalo Colab akkauntimizga kirib olishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz desak, Detecting Kernels ezamiz va bu yerda Python environment'ni tanlaymiz. Python environment bas Detecting Kernels Colab'da ezamiz. Colab'da ezganimizda bu yerda AutoConnect degan joyi bor. Ezganimizda bizda demak Google accountingga kir deyapti. Allow da ezamiz. Open ezamiz va bizni Google accountimizga kirishimizni so'raydi. Men buni tanlab qo'yaman. Google accountis bo'lishi shart Colab'dan foydalanish uchun. Biroz vaqt olyapti. Internet muammosi bo'lsa kerak. Hop, ungacha buni ko'rib chiqamiz. Va mana bu yerda Python 3 da tanlaymiz. Google Colab'da o'zini ko'rgan bo'lsak, 3 xil tilda yozish mumkin: Python, Julia va R. Biz Pythonni tanlaymiz. Va bizda demak Jupyter notebookda, ya'ni Colab'da Python 3 da CPU da ishlash uchun muhit yaratildi. Endi bu yerga aytaylik print hello world deydigan bo'lsak, ya'ni men ortiqcha yangi virtual muhit yaratmadim, shunchaki o'zida ishlayapmiz. Bu biroz vaqt oladi. Virtual bo'lgani uchun connection yuzaga kelish uchun va mana bizda ishladi. Endi ko'raylikchi, bizda GPU bilan ishlash imkoniyati bormi? Uning uchun Torch kutubxonasidan foydalanamiz. Import Torch deymiz. Torchda ichida torch.cuda deymiz. Cuda ya'ni GPU bilan ishlash uchun is available degan metodi bor. Available. Bu bizga true yoki false qaytaradi. Buni biroz kutamiz. Hop. Demak false chiqdi. Ya'ni sen hozir GPU da bassan, CPU yoki TPU da turibsan degani. Endi biz GPU dan foydalanishimiz uchun endi mana bu kernelni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Select another kernel deymiz va Colab ichiga kiramiz. Bu yerda demak new Colab serverda ezamiz. Va bu yerda 3 ta tanlov bor: CPU, GPU yoki CPU. Biz GPU dan foydalanishni tanlaymiz va yagona bizni GPUmiz bu T4. Agar Tesla 4 hisoblanadi. Agar siz Pro yoki Pro Plus bo'ladigan bo'lsangiz, L4, A100 kabi GPU larga ham access ochilgan bo'ladi. Biz hozir T4 da o'zidan foydalanamiz. Hop, mana shu yerda enter deymiz va biroz kutamiz. Va bu yerda ham runtime'ni tanlashimiz kerak. Python 3 tanlaymiz va endi hamma kodimizni boshqatdan yurg'izishimiz kerak bo'ladi. Hello world qaytadan yurg'izyapman. Ishladi. Endi kodani tekshiramiz. GPU ga ulandik. Haqiqatan GPU ishlayaptimikin? True qaytarish kerak. Mana, demak biz muvaffaqiyatli tarzda Google Colab'dagi GPU ga ishlandik. Ulandik.
Endi mana shu muhitimizda ishlab ketaveramiz. Ya'ni alohida virtual muhitda sozlab qilishimiz shart bo'lmaydi. Loyihalarimizni shu yerda qilib olsak bo'laveradi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Sog' bo'ling.